Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan gullarimiz uchun qo'llaniladigan eng muhim oziqa va vitaminlar haqida batafsil gaplashamiz. Albatta, hozirgi ma'lumotlarni o'zingiz uchun saqlab qo'ying, chunki bular juda ham muhim. Kuz oxiri va qishda xona gullari uchun eng zo'r 6 ta yordamchi va ularni to'g'ri tayyorlash va to'g'ri ishlatish haqida men sizlarga alohida ma'lumot berib o'taman. Hozirgi aytadiganlarimiz bular oziqa emas, tarkibida moddalar bo'lmaydi. Bular stimulyator, oddiy qilib aytsa vitamin dori hisoblanadi. Bu 6 ta dorini bir-biriga o'xshash xususiyatlari bor, o'xshash tomonlarini alohida aytib o'taman. Birinchi o'rinda o'simlik o'sishini qo'zg'atadi, o'stiradi, stressni oldini oladi, stressdan chiqishga yordam beradi. O'simlik immunitetini ko'taradi, o'simlikni chidamli qiladi, o'simlikni kurashuvchan, moslashuvchan qiladi. Xo'p, bularning nomini bir boshdan aytishni boshladim. Epin ekstra hisoblanadi. Birinchisi, tayyorlanishi esa 1 litr suvga 8 ta tomchi. Ishlatilishi faqat barg orqali barglariga sepib, har 10-14 kunda bir ishlatsa bo'ladi. Ta'sir qilish muddati esa 10-14 kun hisoblanadi. Keyingi vitamin dorimiz esa sirkon hisoblanadi. Tayyorlanishi 1 litr suvga 4 ta tomchi. Ishlatish asosan ildiz orqali, ya'ni tuprog'iga qo'yib barglariga sepsa ham bo'ladi. Har 10-14 kunda bir ishlatsa bo'ladi. Ta'sir qilish muddati esa 10-14 kun hisoblanadi. HB101 suyug'i hisoblanadi. Bu oziqamiz ham tayyorlanishi 1 litr suvga 1-2 tomchi. Ishlatish esa ham barg ham ildiz orqali, ya'ni barglariga ham sepamiz, tuprog'iga ham quysangiz bo'ladi. Har 10 kunda bir ishlatsa bo'ladi. Ta'sir qilish muddati 10 kun. Ribab ekstra tayyorlanishi 1 litr suvga 3 ta tomchi. Ishlatilishi asosan ildiz orqali, ya'ni tuprog'iga qo'yib, barglariga ham sepsa bo'ladi. Har 20 kunda bir ishlatsa bo'ladi. Ta'sir qilish muddati 20 kun. Yantarniy kislota tayyorlanishi 1 litr suvga 0,3-0,5 gram yoki 10 litr suvga 1 choy qoshiq. Ishlatilishi esa asosan barg orqali, ya'ni barglariga sepib, tuprog'iga ham qo'ysangiz bo'ladi. Har 10-15 kunda bir barg orqali ishlatsa bo'ladi. Ildiz orqali esa 20-30 kun. 30 kunda bir marta qo'ysa bo'ladi. Ta'sir qilish muddati esa 10-15 kun hisoblanadi. Yantarin, ya'ni yantarniy kislota o'rniga ishlatsa bo'ladi, bir xil tarkibi hisoblanadi. Tayyorlanishi 1 litr suvga 3 mg shpris yordamida o'lchasa ham bo'ladi. Ishlatilishi asosan barg orqali, ya'ni barglariga sepib, tuprog'iga ham qo'ysa bo'ladi. Har 10-15 kunda bir bor barg orqali ishlatsa bo'ladi. Ildiz orqali 20-30 kun hisoblanadi. Ta'sir qilish muddati esa 10-15 kun hisoblanadi. Bu dorilarni agro do'konlaridan yoki gul sotadigan bozorlardan, do'konlardan topsa bo'ladi. Judayam ommabop dori hisoblanadi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bu dorilarni ko'p va shu hammasini birdaniga ishlatish kerak emas. Bittasini ishlatsangiz yoki galma-gal ishlatsangiz bo'ladi. Albatta, kamida orasi 15 kun oraliq masofa bo'lishi shart. Misol uchun, epin ishlatsangiz profilaktika uchun har 30 kunda bir yetadi. Sababi bilan ishlatsangiz har 10-14 kunda bir yetadi. Misol uchun, o'simlik stress bo'ldi, epin sepdingiz, kerak bo'lsa 10-14 kundan keyin yana sepasiz. Tuzalguncha epin o'simlik ichida 10-14 kun ta'sir qiladi. Hammasini shunday tartibda ishlatish kerak. Ta'sir qilish muddatini alohida aytib o'tdik. Albatta, bu ma'lumotlarga rioya qilgan holda gullaringizni parvarish qilsangiz, gullaringiz aslo kasallanmaydi, hech qanaqa muammolarga chalinmaydi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.